Aziz yurtdoshlar, Sher Media studiyasidan chiroyli yangilik. Endi siz to'yingizni montajini, videosini 1 oy, 2 oy, 3 oylab kutib o'tirmaysiz. To'yingiz kuni Sher Media studiyasi boradi. Shu to'y jarayonida montaj qilib, to'y jarayonida chiroyli tasvirlarga olib, deyarli 2 kundan keyin qo'lingizga to'y montajini topshirishadi. To'y videosini sifatli tarzda zo'r qilib Sher Media studiyasiga xizmatlarni ishonib topshirsangiz bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Qo'shiq kuylagan elda qayg'u bo'lmas deydilar. Qo'shiqqa to'lib ketsin jumlai jahon. Qo'shiq aysam dilim yayrar chiqar xumorim, qo'shiq aysam yuragimda qolmas g'uborim. Qo'shig'imda baxtiyor el, quvonch kuylarim, qo'shig'imda mehrigiya, go'zal diyorim. Assalomu alaykum, bugungi yulduzlar dueliga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz tomoshabinlar. Yulduzlar dueli nomli sahna kechasida uchrashib turganimizdan behad mamnunmiz. Bu kecha oddiy konsert emas, bu qalblar uchrashuvi, iste'dodlar sinovi, san'atning eng yorqin lahzalari jam bo'lgan ijodiy maydondir. Bu yerda g'olib ham, mag'lub ham yo'q. Albatta azizlar, qarangki bizning xalqimiz san'atsevar xalq. Bugun mana shu yulduzlarimizning qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Albatta dilimiz yayraydi, ko'nglimiz quvnaydi deb bugungi mana shu konsertga tashrif buyurganlari. Demak, bugungi tadbirimizni ochib berish va tabrik uchun so'z navbatini Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ustozimiz Yo'ldosh aka Abdulovni taklif qilamiz. Marhamat. Keling ustoz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu yerda o'tirgan mehmonlar, mezbonlar, hojonalarimiz, hojotalarimiz, farzandlarimiz, bugungi mana shu tadbirga xush kelibsizlar deyman. Bugun mana bir tumanimizda bir chiroyli tadbir bo'layotir. San'atkorlarni qo'shiqlaridan bahramand bo'lasizlar, klassika qo'shiqlaridan, muhabbat qo'shiqlaridan, Xorazm qo'shiqlaridan bahramand bo'lasizlar degan umiddamiz. Bu duel degani ikki insonni bellashuvi degani, qisqacha aytadigan bo'lsak. Bular hozir o'zlarining san'atini hamda ovozini sizga taqdim qiladi. Ustoz, san'atkor ruhlari shod bo'lsin. Ortiq aka, Otajonov aytganlar, har bir og'izdan chiqqan notangizga, so'zingizga, ashulangizga xalqqa javob berishingiz kerak degan. Mana shu ma'noda bugun bir chiroyli tadbirda guvohi bo'lib turibmiz. Xush kelibsizlar azizlar. Fayzingizni bersin. Chiroyli bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Rahmat Oybekjon, Hamdambek, sog' bo'ling, charchamang. Ustozga katta rahmat, salomat bo'ling. Albatta azizlar, bugun siz xalqimiz sevgan yosh iste'dodli xonandalarning, bugungi kunning yulduzlari bo'lgan xushovoz san'atkorlarning ajoyib qo'shiqlaridan, dilrabo kuy qo'shiqlaridan bahramand bo'lasiz. Hamda endi ruxsatingiz bilan badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Bugungi kechamizning asl qahramonlari bo'lgan xalqimizning sevimli san'atkorlari, amu yulduzlari, xushovoz xonandalari G'ayratjon Yangiboyev. Marhamat. Hamda Sardorbek Masharipovlarni taklif qilamiz. Marhamat. Keling. Ozgina ta'rif bermoqchiman. Bugungi kunda G'ayratjon ham, Sardorbek ham tinimsiz ijod qilmoqda. Yangi asarlar yaratib xalqimizga taqdim qilmoqda. Bugungi kunda ikkalasi ham davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan chiroyli ko'krak nishonlar bilan taqdirlangan. G'ayratjon Vatan iftixor ko'krak nishoni sohibi, Sardorbek Masharipov esa o'z kasbining fidoyisi ko'krak nishoni sohiblari bo'lgan. Mana shu ukalarimiz uchun, ajoyib xonandalar uchun bir qarsak bo'lsin. Endi esa ijodkorlarimizga so'z navbatini bersak, G'ayratjon Yangiboyev, marhamat. Rahmat ustoz. Avvalambor assalomu alaykum eldoshlar, yurtdoshlar, muxlislarimiz, do'stlarimiz. Avvalambor sizlardan ko'rishtirganimizdan xursandmiz.
bugungi kechamiz chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Sardorbek do'stimizning birgalikda xalqimizga chiroyli konsert qo'yamiz degan umiddamiz. Jonli ijroda kamchilik bo'lishi mumkin. Elashtirmay, xudo xolasa birgalikda to'ldirib chiroyli konsert qilamiz degan umiddamiz. Rahmat e'tiborlar uchun hammaga. Sardorbek Masharipov, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, barchaga xush kelibsiz deymiz. Mana G'ayratjon akamiz bilan bir konsert tashkil qilayotganmiz. Xalqimizga marhamat tinglab, maraq qilishingiz mumkin. Marhamat azizlar sizlar uchun. Qarsak bo'lsin, rahmat. Ikkalangizga ham omad yor bo'lsin. Ikkalangiz ham zo'rsizlar, sizlarga ishonamiz. Xalqimiz ishonadi sizlarga. Demak, omad yor bo'lsin. Birinchi shartga bemalol tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Keling Oybek aka, bugungi Yulduzlar dueli nomli konsert dasturimizni, ijodiy kechamizni ijodkorlarimizga beriladigan shartlar bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, birinchi mavzumiz vatan mavzusi, ota-ona, sevgi, muhabbat, do'stlik, kutilmagan shart, qardosh xalqlar qo'shiqlarini ijro qiladilar hamda ikkala yulduz bir qo'shiqni ijro qiladi. Birgalikda duel tarzida mualliflik qo'shig'ida jonli ijroda ijro qilib beradilar hamda Xorazm lazgisini birgalikda ijro qiladilar. Demak, bugungi duelning birinchi shartini boshlashdan avval azizlar, bu duel konsertimiz Amudaryo tumani madaniyat bo'limi tomonidan, mana shu Amudaryo tumani madaniyat bo'limi tasarrufidagi 36-sonli madaniyat markazi xodimlari, rahbari, yangi bo'lgan rahbar Qudrat Matsafayev tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Mana shu markaz xodimlari uchun bir qarsak bo'lsin. Demak, endi birinchi shartni boshlasak bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ajoyib qo'shiqlardan bahramand bo'lasiz. Demak, birinchi shart vatan mavzusida siz uchun xalqimizning sevimli san'atkori, estradamiz yulduzi, xushovoz xonanda, vatan iftixori ko'krak nishoni sohibi G'ayratjon Yangiboyev kuylaydilar. Marhamat. Qayda yursam savuntirar, qayda yursam savuntirar, ona yurtim tamollari, ona yurtim tamollari. Hayolimda sahar esar jayhun shamollari, hayolimda sahar esar jayhun shamollari. Atir yiltirib chullarda, guli rayhon chamanlarda, bizning bu go'zal ellardan esar jayhun shamollari, bizning bu go'zal ellardan esar jayhun shamollari. O'zbekiston shonli diyor, bülbüller aşkında yanar. O'zbekiston shonli diyor, bülbüller aşkında yanar. Faslingda bahor esar jayhun shamollari, hamma faslingda bahor esar jayhun shamollari. Ömür kısa menzil uzak, yıllar bizden geçer yirak. Ben yokuşu gibi güler eser ceyhun şamalları, ben yokuşu gibi güler eser ceyhun şamalları. El mehri sunmaz yüzünde, ulu derya yer azında.
şarpasi Ceyhun'un sırrı şarpasi Rayım derdin nefesi Ceyhun'un sırrı şarpasi Ömrümün baki safası salam Ceyhun şamaları Ömrümün baki safası salam Ceyhun şamaları Eser Ceyhun şamaları Salam Ceyhun şamaları Eser Ceyhun şamaları G'ayratjon Yangiboyev, Guldiroz qarsaklaringiz. Rahmat. Rahmat. Demak, konsert dasturimizni davom qildiramiz azizlar. Shuni ham aytib o'tmoqchimanki, mana shu eldoshlarimizning talab va istaklariga binoan bu konsert dasturimiz She'r Media Video Studiyasi tomonidan YouTube tarmoqlari orqali hamda Instagram tarmoqlari orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Dunyoning xohlagan joyida turib mana shu konsert dasturimizni tomosha qilsa bo'ladi. Bu yurtdoshlarimiz iltimosi bo'ldi bu. Shu jonli efirda qo'yinglar, bizlar Rossiyada turib ko'ramiz, Qozog'istonda turib ko'ramiz deb iltimos qildi. Mana shu konsert dasturimiz jonli efirda o'tkazilmoqda. Demak, yaxshi kayfiyat tilaymizda birinchi shart bo'yicha ikkinchi ishtirokchimizni badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Ajoyib qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. Vatan mavzusida birinchi shart bo'yicha badiiy maydonimizga xalqimizning sevimli san'atkori, estradamiz yulduzi, xushovoz xonanda, o'z kasbining fidoyisi, ko'krak nishoni sohibi Sardorbek Masharipov kuylaydi. Marhamat. Keling Sardorbek, fayzingiz bersin. Rahmat. Ustozim Madaniyat vaziri Ozodbek qo'shiqlaridan mendirman o'sha. Marhamat azizlar, sizlar uchun. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim Uni desa shamolday uchqur samanim Bol bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim Mangu berdilik menga taqdiri azal Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shanim Uni desa shamolday uchqur samanim Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim Mangu berdilik menga taqdiri azal Kim yurtidan yovliq bo'lsa mendirman o'sha Kim yurtiga sodiq bo'lsa mendirman o'sha Kim yurtidan yovliq bo'lsa mendirman o'sha Kim yurtiga sodiq bo'lsa mendirman o'sha Mendirman o'sha Yurtim har qarich yeri orimdan ulug' suygan farzandlarimdan yorimdan ulug' nada or nada yor borimdan ulug' ming jondan bu tuproqning har gardi afzal kelguli ko'zga sinsa mendirman o'sha kelguli ko'zga sinsa mendirman o'sha mendirman o'sha Yovning xushbo'y guli ham alaftir menga Yurtim ham go'yo Ka'ba taraftir menga Turon arsloni bo'lmoq sharaftir menga Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal Yovning xushbo'y guli ham alaftir menga Yurtim ham go'yo Ka'ba
taraftir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharaftir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha. Kun keladi yovlarning bog'i so'lgaydir, vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir, millionlab mangu berdi bo'lar u mahal. Qay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha, qay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha, mendirman o'sha. Rahmat. Sardorbek Masharipov Guldiroz qarsaylar bilan olqishlab qo'yasizlar. Demak, davom etamiz. Keyingi shartimiz endi esa inson hayotining eng muqaddas mavzusi bo'lgan ota-ona mavzusiga navbat bersak, ijodkorlarimiz ota-onalar mavzusida ota-onalar uchun atalgan go'zal taronalarni ijro qiladilar. Ijrolardan bahramand bo'lasizlar degan niyatimiz. Davom etadi kuy qo'shiqlarni estradamizning yorqin yulduzi G'ayratjon Yangiboyev. Marhamat. Bu qo'shig'imiz ota-onamiz uchun bo'ladi. O'zlarimizning ijodimizdan Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Do'stlarim ko'paydi omad kelganda, ko'plar maqtab mehmonim bo'ldi. Do'stlarim ko'paydi omad kelganda, ko'plar maqtab mehmonim bo'ldi. Hech biri qolmadi sen qilganda, hech biri qolmadi sen qilganda. Faqat ota-onam yonimda qoldi, faqat ota-onam yonimda qoldi, faqat ota-onam yonimda qoldi, faqat ota-onam yonimda qoldi. Xabar olmadi do'stim deganlar, to'rimda o'tirib oshim yeganlar. Bir xabar olmadi do'stim deganlar, to'rimda o'tirib oshim yeganlar. Qani men jilmaysan qandoq kulganlar, qani men jilmaysan qandoq kulganlar. Faqat ota-onam yonimda qoldi, faqat ota-onam yonimda qoldi, faqat
ota onam yanımda kaldı. Ota onam yanımda kaldı. Gelip kaldı hatalarımı yüzümge saldı. Hatalarım özgerip kaldı, ayıplarımı yüzümge saldı. Ortada muhabbet hayga yuqaldı. Ortada hayga yuqaldı. Fakat ota onam yanımda kaldı. 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 Almadım hançiler hani ölmedim. Sevgine yegildim, bütkül sınmadım. Almadım hemkiler, ölmedim. Sevgine yegildim, bütkül sınmadım. Gayretti barçanı bildim sınadım. Hafızlı barçanı bildim sınadım. Fakat ota onam yanımda kaldı. 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 Baxtimizga munis mo'tabar onajonlarimiz, otalarimiz sog' bo'lsin, duogo'ylarimiz boshimizda har doim duo qilib turish Allohim nasib eylesin. G'ayratjon Yangiboyev guldiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Demak, davom etamiz. Sahnamizga ota-ona mavzusida kuy qo'shiqlarni ijro qiladi xalqimizning sevimli san'atkori, estradamizning yorqin yulduzi Sardorbek Masharipov guldiroz qarsaklar bilan kutib olasizlar. Marhamat. Mening uchun eng buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Marhamat azizlar uchun ona qo'shig'imiz. Mening uchun hech buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, olamga teng bo'lar lekin, onamga teng bo'la olmas.
sanamları şanu şöhret tillazerler cennetteki sanamlar şanu şöhret tillazerler hatta farzand boshga to'sar onam yetim bo'la olmas hatta farzand boshga to'sar onam yetim bo'la olmas olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin onam yetim bo'la olmas olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin onam yetim bo'la olmas suyungan farzandim yonib ovungan yutuqlarimdan suyungan farzandim yonib ovungan tashvishim ko'rsa o'rtangan onam yetim bo'la olmas tashvishim ko'rsa o'rtangan onam yetim bo'la olmas olam yetim bo'lar lekin har nega teng bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin onam yetim bo'la olmas olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin olam yetim bo'lar lekin onam yetim bo'la olmas onam yetim bo'la olmas onam yetim bo'la olmas Baxtimizga hamisha ota-onam sog'-omon bo'lsin. Rahmat. Sardorbek Masharipov qarsaklar bo'lsin azizlar. Bu dunyoda hech bir zot onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech mavjudot onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lsa bo'lar. Dunyoga teng bo'lar lekin. Osmonga teng bo'lar lekin. Onamga teng bo'la olmas. Baxtimizga onajonlarimiz omon bo'lsinlar. Shular uchun bir qarsak bo'lsin. Sardorbekka tashakkurimizni izhor qilamiz. Konsert dasturimizni davom qildiramiz. Hammani kayfiyati yaxshimi? Konsert dasturimiz yaxshi o'tayaptimi? Agar yaxshi o'tayotgan bo'lsa bir qarsak ko'ramiz qani. Yo'q, o'xshamadi. Jo'shqinroq qarsak bo'lsin. Rahmat. Demak, konsert dasturimizni davom qildiramiz. Keyingi mavzu sevgi muhabbat mavzusi. Bu o'lmaydigan mavzu. Mana shu mavzuda hozir ikkala ishtirokchimiz ham yuragidagi, qalbidagi ijodini sizga taqdim qilishadi. Shunday ekan, G'ayratjon Yangiboyevni badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Sevgi muhabbat mavzusida qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. G'ayratjon Yangiboyev, marhamat. Rahmat ustoz. Davom etamiz. Esingdan o jonim biz ko'rishgan kunlar soy bo'yida birga yulduz sanagan tunlar esingdan o jonim
biz ko'rishgan kunlar soy bo'yida birga yulduz sanagan kunlar birga ayta birinchi muhabbat birinchi muhabbat yodimda sani birinchi muhabbat birinchi muhabbat qalbimda san muhabbat Esam sanırız bizni çalar hayallar O'tdi qancha yillar qaytmaydi endi bu kunlar Esam sanırız bizni çalar hayallar Birinchi muhabbat birinchi muhabbat yodimda sani muhabbat birinchi qalbimda san muhabbat birga aytamizmi birinchi muhabbat birinchi muhabbat yodimda sani muhabbat birinchi muhabbat birinchi muhabbat qalbimda san muhabbat o'zlarimiz mualliflik ijodimizdan bo'ldi kamchiliklar bo'lsa elashtirmaysizlar G'ayratjon Yangiboyev, katta rahmat. Katta rahmat, kayfiyatni ham ko'tarib oldik. Demak, konsert dasturimizni yana davom qildiramiz. Sevgi muhabbat mavzusi bo'yicha sahnamizga taklif qilamiz. Ajoyib qo'shiqlar bilan xalqimizni qalbidan, yuragidan joy olgan xushovoz xonanda Sardorbek Masharipov kuylaydilar. Sardorbek, marhamat. Badiiy maydonimiz siz uchun muntazir. Endi bugun hech qanday sun'iy intellekt fonogrammaga aslo yo'l qo'yilmaydi. Bugun hammasi jonli ijroda. Demak, bu hayajonli, bu juda ham bir hayajoni kuchli, yuragingda hayajon kuchli bo'larding. Chunki xalqning oldiga chiqib jonli ijroda qo'shiq kuylamoqda. Demak, omad tilaymiz, yaxshi kayfiyatda davom qildiramiz. Sardorbek Masharipov, marhamat. Ustozimiz Kamoljon Ataniyazov qo'shiqlaridan Xorazm Musozot, marhamat azizlar. Yüzünün işkiydi men ağlaca bulbul Sırfı perişan Gül yüzünün işkiydi men ağlaca bulbul Sırfı perişan Ol ağrısı gül gül Rəb qılıb sormadı halımdı neçəkdir Ol ağrısı gül gül Yüzmədə birə-birgə vəfa eyləmə bir ol Ölmədə siyolma
Ey hüznünge salıp alama vurgun El berçesi hayran Sardorbek Masharipov Guldiroz qarsaylar bilan olqishlab qo'yamiz. Barchaga yana bir bora yaxshi kayfiyat hamrohligini tilagan holda konsert dasturimizni, ijodiy kechamizni yana davom qildiramiz. Keyingi mavzuyimiz do'stlik haqida mavzuyimizni chiroyli kuy-qo'shiqlar bilan davom qildiradi. Xalqimizning sevimli ijodkori, sizlarning sevimli ijodkoringiz G'ayratjon Yangiboyev. Marhamat. Eslamaydi dema hardam yodimdasan Jon do'stimsan tanamdagi qonimdasan Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda Yolg'iz qo'ymayman hardam yodimdasan Do'stim deding dunyo ne'matli yolg'iz Do'st bo'lmaydi bilsan sharob yoki jannat Nega bo'lsang hamki bo'lg'il sog'u omon Mening do'stim Qo'rqma do'stim molu dunyo kelar ketar Yolg'onchilar hamma yaxshi yomon etar Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar Mening do'stim Do'stlik yangi bo'lsa mana o'rtalarda bilan do'stlar Yomon kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing
Yelkam qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing, yaxshi bo'lib ketishima yetar ko'zing. Hayotımda qadrlagan eng yaqin do'st, do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharaf yoki jon. Qayerda bo'lsang hamki bo'lg'in sog' omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, olu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. Ozodbek xizmat qilding, har kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Yoshligimdan birga o'ynab birga kulding, ardog'imda ardoqlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharaf yoki jon. Qayerda bo'lsang hamki bo'lg'in sog' omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, olu dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim, mening do'stim. G'ayratjon Yangiboyev rahmat deymiz go'zal ijrolar uchun. Demak, davom etamiz. Do'stlik mavzusida qo'shiqlarni ijro qiladi xalqimizning sevimli san'atkori, estradamiz yulduzi Sardorbek Masharipov qarsiylar bilan kutib olamiz. Marhamat. Kelsa do'st ko'payar, dasturxonda do'st ko'payar. Omad kelsa do'st ko'payar, sen haqingda do'st ko'payar. Ketsa kamu ko'z ko'payar, ketsa kamu ko'z ko'payar. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan ag'yor qani. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan ag'yor qani.
Köpeyişler kayvonalar, etrafında pervaneler. Köpeyişler kayvonalar, etrafında pervaneler. Bulup kaldım hayraneler, bulup kaldım hayraneler. Çin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Zahri o'tar yomon, goho do'stlarim chiqib ilon. Chaqsa zahri o'tar yomon, qani jon bermoqchi janon, qani jon bermoqchi janon. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Omad ketsa do'sting qochib, yo'q aybingni topib ochib. Yüzüne kum toprak saçın. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Yollarından kelme onu sollarından, kaç yalgan dost yollarından, kelme onu sollarından. Kolunu tak kollarından, kolunu tak kollarından. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Chin do'st qani, chin yor qani, do'stman degan haq yor qani. Chin do'st qani, chin yor qani. Sardorbek Masharipov, katta rahmat, tashakkurimizni izhor etamiz. Konsert dasturimiz davom qildiramiz. Endi esa so'z Amudaryo tuman madaniyat bo'lim mudiri Ibragimov Murod Ibadullayevga, ustozni badiiy maydonimizga taklif qilamiz. Keling, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tadbir qatnashchilari. Mana bugun Choyko'l ilotinda ajoyib bir tadbirning guvohi bo'lib turibmiz. Ana shu tadbirda ishtirok etib o'tirgan barcha sozandalar guruhini, ana shu shogirdlarimizga, ashulachilarga muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat. Mana shunday
bir-birine do'stona takliflarni qilib, yana do'stona qabul qilib, bitta joyga kelib, xalqning oldida mana o'z san'atini namoyon qilmoqda. Mana shu Choyko'l OFida 36-sonli Amudaryo madaniyat markazi bor ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Shu kungacha bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yerda hozir do'stona uchrashuv bo'lib turibdi. Bu davomli bo'ladi, xudo xolasa. Mana G'ayratjon Yangiboyev, Sardorbek Masharipovlar juda katta ehtimol bilan kelajakda xalqimiz e'tirofini olib xizmat ko'rsatgan artist bo'lgan paytda ham mana shunday konsertlarda qo'yib bizlar qo'llab-quvvatlab turish bizga nasib qilsin. Ana shu qana G'ayratjon Yangiboyev zo'r deganlar bir qarsak chalib yuborsin. Sardorbek Masharipov zo'r deganlar bir qarsak chalsin. Ikkalasam zo'r deganlar qarsak chalsin. Ikkalasam zo'r degan bo'lar edim, sababi bu ikkala shogirdimiz ham o'z muxlislariga ega ijod qilib kelmoqda mana shu kungacha. Men ustozlar nomidan, o'z kasbdoshlarimiz nomidan juda minnatdorman. Mana shu madaniyat markazi bor ekanligini, ishlasa bo'ladiganini, ana shu yerda konsert qo'ysa ham xalqimiz xursandchilik bilan kutib olishini isbotlab, bugungi kunda mana shu tadbirda boshqoch bo'lib, tashabbus qilib, ana shu yerda Qudratjon Matsafayev bugungi kunda Amudaryo madaniyat markazining direktori, rahbari. Qudratjon, sizga uzoq umr, baxt, saodat, ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz. Hali bu boshlanishi deb hisoblaymiz. Xudo xolasa madaniyat markazlari faoliyati qanday bo'lishini isbotlab berasiz. Rahmat. Ana shu avvallar eshitardim-da, mana shu hozir sizlarni ko'rib, shuncha xalq yig'ilganini ko'rib men xursand bo'lib o'tiribman. Choyko'l elatida konsertga qiziqmaydi. Choyko'l elatida konsertni, san'atni xalq qabul qilmaydi degan gaplarni eshitganman oldin. Qabul qiladi ekan qo'y mana. Shuncha xalq qabul qilmasa qayerdan kelib turibdi? Bir qarsak bo'lsin bu san'atkorlarga. Bu yerda Amudaryo nomli madaniyat markazi bor ekanligini, bundan keyin bundan ham zo'r bo'lishini sizlarga va'da beraman. Xudo xolasa barcha madaniyat markazlarida shunday jonli ijrodagi konsertlar bo'ladi. Bundan keyin g'oyaga, tashabbusga to'lib toshgan yoshlarimiz, qalbida o'ti bor yigitlar ishlab xalqimizga xizmat qiladi. Sababi madaniyat markazlariga aholini jalb qilish to'g'ridan-to'g'ri bizlarning to'g'ridan-to'g'ri vazifamiz, ham burchimiz. Shu fursatdan foydalanib mana shu yerda qatnashib turgan barcha ijodiy jamoaga, sozandalarga, shogirdlarimizga muvaffaqiyatlar tilayman. Kelgusida biz kutganday ajoyib xalqimiz sevgan, unvonlarni olgan martabali san'atkorlar bo'lishiga tilakdoshmiz. Barchangizga kuch-quvvat, konsertimiz davom etadi. Bir qarsaklar bo'lsin hamma san'atkorlar uchun. Rahmat. Rahmat. Ustozga katta rahmat, salomat bo'ling. Konsert dasturimiz davom qildiramiz. Keyingi mavzu bu sirli mavzu bu. Ikkala ijodkorimiz ham xabar yo'q desak ham bo'ladi. Chunki mana shu tashkilotchilar tomonidan mana shu sirli shartni qo'ygan, sirli mavzu qo'yilgan. Meni qo'limda bitta 4 kupletli she'r bor. Hozir biz mana shu she'rni o'rtaga tashlaymiz. Ikkala ijodkor bastakorlik mahoratini ham bir namoyon qiladi. O'qib beraman. Qo'liga mana shu qog'ozni beraman. Hozir shu yerning o'zida qo'shiq bastalash kerak. Bu sirli shart, sirli mavzu bu. Demak, G'ayratjon Yangiboyev, Sardorbek Masharipov kelinglar. Ikkalasi ham kelsinlar. Men hozir mana shu qo'limdagi she'rni o'qib beraman.
Ko'ramiz bastakorlik mahorati qaysida kuchli ekan. Keling. G'ayratjon Sardorbek, konsert juda ham zo'r bo'lmoqda. Sizlarga uni katta rahmat. Juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgansizlar. Bundan keyin ham fayzli chiroyli o'tsin, omad tilaymiz. Demak, sirli shartga yetib keldik. Qo'limda mana she'r yozilgan, mana shu she'rga qo'shiq bastalashingiz kerak. Albatta jamoa bilan maslahatlashgan holda. Demak, o'qib beraman. Bu she'rning nomi Gulim sensiz yashab bo'lmaydi degan. Ko'zing dengiz, nigohing samo. Uzoq nazar tashlab bo'lmaydi. Yashash mumkin har nesiz, ammo ishon, sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari soyli sevgilim, husni to'lin oila sevgilim, o'zimning chiroyli sevgilim, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Yoqimlisan kunduzdan kundan, go'zalroqsan yulduzdan tundan, seni shunday sevaman, shundan, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Boqsam ko'zing yutaveradi, qalbim vasling kutaveradi, xumoring tutaveradi, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Demak, mana shu she'rga qo'shiq bastalash kerak. G'ayratjon, sizdan boshlaymiz. Marhamat. Rahmat. Ko'zing dengiz, nigohing samo, uzoq nazar tashlab bo'lmaydi. Yashash mumkin har nesiz, ammo ishon, sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari soyli sevgilim, husni to'lin oyli sevgilim, o'zimni chiroyli sevgilim, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgancha ijro qilib beramiz endi, kuyga solib, qo'shiq qilib. Si bemol. Ko'zing dengiz, nigohing samo, uzoq nazar tashlab bo'lmaydi. Yashash mumkin har nesiz, ammo ishon, sensiz yashab bo'lmaydi. İşon, sensiz yashab bo'lmaydi. Ko'zing dengiz, nigohing samo, uzoq nazar tashlab bo'lmaydi. Yashash mumkin har nesiz, ammo ishon, sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari soyli sevgilim, husni to'lin oila sevgilim, o'zimni chiroyli sevgilim, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari soyli sevgilim, husni to'lin oila sevgilim, o'zimni chiroyli sevgilim, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Yoqimlisan kunduzdan kundan, go'zalroqsan yulduzdan tundan, seni shunday sevaman, shundan, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Boqsam ko'zing yutaveradi, qalbim vasing tutaveradi, xumoring tutaveradi, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari soyli sevgilim, husni to'lin oila sevgilim, o'zimni chiroyli sevgilim, gulim, sensiz yashab bo'lmaydi. Gulim, sensiz yashab bo'lmaydi.
gülüm sensiz yaşab bo'lmaydi. Ey yashang G'ayratjon Yangiboyev, katta rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, ma'qul keldimi? Bir qarsak bo'lsin. Rahmat. Demak, davom qildiramiz. Sardorbek Masharipov. Keling. Sardorbek, sizga ham omad yor bo'lsin. Fayzingiz bersin, marhamat. Endi qo'ldan kelgancha sizlar Leoni bering. Ko'zing dengiz, nigohing samo, uzoq nazar tashlab bo'lmaydi. Yashash mumkin hargisiz, ammo ishon sensiz yashab bo'lmaydi. Yashash mumkin hargisiz, ammo ishon sensiz yashab bo'lmaydi. Kulgulari sayri sevgilim, bizning ko'ngil ayri sevgilim, o'zimning chiroyli sevgilim, gulum sensiz yashab bo'lmaydi. O'zimning chiroyli sevgilim, gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Yoqimlisan kunduzdan kundan, go'zalroqsan yulduzdan kundan. Seni shunday sevaman, shunday gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Seni shunday sevaman, shunday gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Boqsam ko'zing yutaveradi, qalbim basting kutaveradi, xumoring tutaveradi. Gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Xumoring tutaveradi, gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Gulum sensiz yashab bo'lmaydi. Sardorbek Masharipov qarsaylar bo'lsin davramizda. Juda ham zo'r, chiroyli ijrolar uchun san'atkorlarimizga, ijodkorlarimizga tashakkurlar izhor qilamiz. Yurtdoshlarimiz bizning O'zbekistonimizda, Qoraqalpog'istonimizda turli millat vakillari yashaydi. Tinch, totuv, og'zibirchilikda ko'p millatli xalqmiz. Men hozirga aytgan gaplarim bejizga emas, qardosh xalqlar mavzusiga navbatda beramiz. Boshqa millat vakillari yo'lida san'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz kuy qo'shiqlarini ijro qiladilar. Agar qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, guldiroz qarsaylar bilan davom qildiramiz. Qardosh xalqlar mavzusi ijro qiladi estradamiz yulduzi G'ayratjon Yangiboyev. Marhamat. Turk qo'shiqlardan tutamasdan qo'shiqni ijro qilib beramiz, xudo xolasa. Şamlarım beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Gibi uçurum gibi düşür gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Uçurum gibi düşür gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Düşlerinden duyurum, duyurum, kabus onlar olurum.
Düşlerinden duyurum kabus onlar Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yalnızlar tutamaz Hücrüm gibi düşer gözlerinden Gözleri beni tutamaz Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Hücrüm gibi düşer gözlerinde Gözleri beni tutamaz Keyfiyetler zor mu? Yazlarım, bir türkü söylerim Bir sen ölürüm, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölümden alamaz Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim Bir sen ölürüm, bir ben ölürüm Bu akşam ölürüm, sırf senin için Beni ölümden alamaz Düşlerinden duyurum kabus onlar olurum Düşlerinden duyurum kabus onlar olurum Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Hücrüm gibi düşer gözlerinde Gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Hücrüm gibi düşer gözlerinde Gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşürüm gözlerinde Gözlerin beni tutamaz G'ayratjon Yangiboyev rahmat deymiz. Go'zal ijrolar uchun tashakkurlar izhor qilamiz. Qardosh xalqlar qo'shiqlarini ijro qiladi, davom qildiradi. Sardorbek Masharipov, marhamat. Marhamat azizlar, Ozarbayjon qo'shiqlarimizdan Ay gider bahar gider turnalardı par gider Ay gider bahar gider turnalardı par gider Bu dünyanın gülgüsü erkelen bahar gider Bu dünyanın gülgüsü erkelen bahar gider Gel yarım gel canım adına adı ciranım Gel yarım gel canım adına adı ciranım Peygamber kirme kayıp bir cahar Benim adı ciranım 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 Bahar gider turnalarında par gider Ay gider bahar gider turnalarında par gider Bu dünyanın gülgüsü
gecesi erkelen bahar gider. Gel yarım gel canım bana nazlı ciranım. 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 Rahmet azlar. Sardorbek Masharipov katta rahmat. Zo'r. Demak, davom qildiramiz konsert dasturimizni. Endi ikkala ijodkorni ham davramizga taklif qilamiz. G'ayratchi Yangiboyev keling. Sardorbek Masharipov kelinglar. Qarang azizlar, ikkala yulduzimiz ham G'ayratjon ham Sardorbek ham bugungi kunda Amudaryo tumani madaniyat bo'limida ishlab faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ikkalasi ham ko'p ijod qilib, o'z harakati bilan, halol mehnati bilan, albatta xalqqa bo'lgan hurmati bilan bugungi kunda yulduzlik darajasiga yetishdi. Ikkalasi ham har bir o'tkazayotgan konsert dasturlarida, tumanimizdagi tadbirlarda, Navro'z mustaqillik bayramlarida faol qatnashib kelmoqda. Ikkalasi ham hurmat qozongan, yosh bo'lishiga qaramasdan hamma yaxshi ko'radigan san'atkor darajasiga yetishgan. Demak, ikkalangizga ham omad yor bo'lsin bugungi konsert uchun. Rahmat, charchamadingizlarmi? Davom qildirsak bo'ladimi? Demak, bu mavzu ikkala yulduz bitta qo'shiqni birga ijro qilish kerak. Qaysi qo'shiq tanlaymiz? Ustozimiz Ozodbek Nazarbek bilan yana sog'indim yana degan qo'shiq bo'ladi. Sizga ma'qulmi? Demak, yana sog'indim yana. G'ayratjon Yangiboyev, Sardorbek Masharipov birgalikda. Marhamat. Hamma bilsa kerak, ha? Yana sog'indimdi. Marhamat azizlar sizlar uchun. Nechun yiroqlab ketding yana sog'indim yana. Hey! Nechun yiroqlab ketding yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding yana sog'indim yana. Nechun yiroqlab ketding yana sog'indim yana. Kecha bag'rimda eding yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, ter bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, ter bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Yoring mende siymani, didorimga to'ymani. Kechirmayman deyman u, yana sog'indim yana. Kechirmayman deyman u, yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Yulduz qasekla bo'lsa, ana birgalikda. Jamuni ko'zlaringni, mehrli so'zlaringni, shirin nafaslaringni yana sog'indim yana. Jamuni ko'zlaringni, mehrli so'zlaringni, shirin nafaslaringni yana sog'indim yana. Nursiz kunga o'xshayman, aysiz kunga o'xshayman, sensiz qanday yashayman, yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, ter bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Aytaman armonga, gul tutaman hijronga, ter bo'laman osmonga, yana sog'indim yana. Sardorbek Masharipov, G'ayratjon Yangiboyev.
sağındım yana Nechun yiroqlab ketding yana sağındım yana Kecha bag'rimda eding yana sağındım yana G'ayratjon Yangiboyev hamda Sardorbek Masharipovlar qarsanglar bo'lsin. Juda ham zo'r. Sardorbek Masharipov rahmatlaymiz. Demak, keyingi mavzuga o'tamiz. San'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz o'zlarini mualliflik qo'shiqlarini jonli ijroda sizlarga ijro qilib beradilar. Qarsanglar bilan kutib olasiz. Demak, G'ayratjon Yangiboyev boshlab beradilar. Marhamat. Konsertimiz ertalabgacha bo'ladimi? Albatta. Qudratjon davom etamiz qani marhamat. Biladiganlar bormi? Manni asali, manni shakari, manni go'zali, oltinim zari. Yursin yana osmonda yerda, sendini boshqa yo'q berda berda. Manni asali, manni shakari, manni go'zali, oltinim zari. Yursin yana osmonda yerda, sendini boshqa yo'q berda berda. Baraman, nerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, nerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Desen, ayt qachon kelasan, yerlarda bo'lsam yuragimda sen. Qoshlari qara, sochlari qara, azoblarimdan yuragim yara. Ayt axir desen, ayt qachon kelasan, yerlarda bo'lsam yuragimda sen. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. Baraman, yerlarda bo'lsam topaman, yanaman, ishqimda o't bo'lib yanaman. G'ayratjon Yangiboyev rahmatlaymiz go'zal ijrolar uchun. Demak, davom etamiz. Qarsanglar bilan kutib olasizlar. O'zlarini mualliflik qo'shiqlarini ijro qiladi Sardorbek Masharipov. Marhamat. Turkmenmi, o'zbekmi bilmadim. Ay kizi, papası bay kizi, ellerin bermanı, bu bana zar sana. Ay kizi, anası ay kizi, hayatlar bizi, vay kizi. Ay kizi, papası bay kizi, ellerin bermanı, bu bana zar sana. Ay kizi, anası ay kizi, hayatlar bizi, vay kizi. Türkmen, özbekmi bilmedim. O bu da hiç görmedim.
Sardorbek Masharipov, rahmat. Zo'r. Hammamiz xursand bo'lib turibmiz. Hech kim xalaqit berib turgani yo'q. Ko'nglimizdagiday o'tib Lekin sizlar xursandmizlar. Bugun konsert sizlarga ma'qulmi? Qarsak sal past bo'lib turibdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Davom qildiramiz. Demak, davom qildiramiz. Endi esa so'z mana shu 36-sonli Amudaryo madaniyat markaziga yangi bo'lgan rahbar ukamiz, qadrdonimiz, kasbdoshimiz, shogirdimiz Qudrat Matsafayevni taklif qilamiz. Mana shu ukamiz mana shu markazga yangi rahbar bo'ldilar. Keling. Mana shu konsertni ham Qudratjon tashkil qildi. Qudratjonning g'oyasi mana shu yangi ishlar, yangi lavozimlar muborak bo'lsin. Bundan keyingi ishlarda ham omad tilaymiz. Marhamat. Rahmat ustoz, savobini boringizga shukr, katta rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Assalomu alaykum eldoshlar, qadrdonlar. Xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Ikkala ijodkorimizga ham omad tilaymiz. Ota-onalarning oldida sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sozandalarga alohida rahmat. Mana mehmon sozandalarimiz Xorazmdan kelib o'tiribdilar. Mehmonlar uchun, shu mezbon sozandalar uchun ham bir chiroyli qarsak chalib qo'ysinlar. Rahmat. Bugun xursandmiz. Mana shuncha yurtdoshlarimizni ko'rib xursandmiz. Sizlar ham xursand bo'lib turibsizlar. Salomat bo'linglar, umringiz ziyoda bo'lsin. Elimizda shunday yaxshi tantanalar ko'payaversin. Xudo xolasa oyda 2 marotaba shu loyihani mana shu dasturda o'tkazamiz. Mana shu joyda kelib, maza qilib, dam olib, jonli ijroda san'atkorlarning chiroyli qo'shiqlaridan bahramand bo'lasizlar. Keyingi dasturda xudo xolasa boshqacha yana boshqa ijodkorlarni taklif qilamiz. Ustozlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Doim mana yonimizda bo'lgan, bizga yo'l yo'riq ko'rsatgan, bilim bergan, ta'lim tarbiya bergan ustozlarim o'tiribdilar shu yerda. Sog' bo'lsinlar. Ustozim mana ham otam Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, mana shu oliygohlarga kirishimizga ham bir sababchi bo'lgan inson ustozimiz otam Yo'ldosh aka Abdalov, bir qarsaginglar bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'lsinlar. Mana ustozimiz vatan fidoyisi ko'krak nishoni sohibi Amudaryo tumani madaniyat bo'limi mudiri Murodjon aka Ibragimov ustozimiz o'zlari shu yerdalar. Bir qarsanglar bo'lsin. Rahmat. Yonlarda mana Ergash aka Atayev ustozimiz, Ilhonboy akamiz ustozimiz, bu yoqda Komiljon akamiz bor ustozlar. Ilhonboy akamiz o'tiribdilar mana ustozlar. Hammalari ustozlar shu yerda. Salomat bo'lsinlar. Bu el san'atni yaxshi ko'radigan el. Chunki bir narsani aytib o'tsam, mana
Yo'ldosh aka ustozimiz ham, Murodjon akamiz ham, Ergash akamiz ham tumanimizda eng oldi san'atkorlari, eng xalqimizning sevimli san'atkorlari. Bular yoshlik paytidanoq shu yerda jonli ijroda xalqqa xizmat qilgan, konsertlar qo'ygan, to'ylarda hamma yaxshi kunlarda xizmat qilgan insonlar. Bu el san'atni yaxshi ko'radigan el ekanligini bugun mana shu konsertni tashkil qilib bir isbotlash niyat maqsad bo'ldi. Salomat bo'linglar deymiz. Xudo xolasa har oyda 2 marotaba shu yerda sizlar bilan ko'rishamiz. San'atni, jonli ijroni yaxshi ko'radigan insonlarni hammasini taklif qilamiz. Salomat bo'linglar deymiz. Endi bir qisqa e'lonimiz bor. Bu madaniyat markazida faqat konsert tashkil qilish emas, sizlarning farzandlaringiz ham shunday ijodkor bo'lishi mumkin. Mana shunday san'atkor bo'lishi mumkin. Bu yerda to'garaklar bor. Farzandlaringizni olib kelsanglar, yozi kuni bekor yurmasdan kelib to'garaklarda qo'shiq aytishni o'rgansa, suxandonlik to'garaklarini o'rgansa, Xudo xolasa sizlarning farzandlaringiz ham mana shunday chiroyli sahnalarda zo'r konsertlarni qo'yib sizlarni xursand qilib turadilar. Bu yerda ikkala ijodkorning ham ota-onalari shu yerda. Shu ota-onalar uchun bir qarsaklar bo'lsin. Salomat bo'lsinlar deymiz. Qo'ldan kelgancha mana ustozlarimiz bildirgan ishonchni oqlab, sizlarga xizmat qilib, sizlarni hurmat qilib, xizmat qilib, sizlarning ishonchinglarni oqlaymiz. Salomat bo'linglar deymiz. Yurtimizda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Bir narsani yana ta'kidlab o'tsam, tinchlik bo'lmasa mana shunday konsertdan bo'lmaydi, boshqadan bo'lmaydi. Shu tinchligimiz uchun tunu kun xizmat qilib turgan xalqimizni farovonligini, tinchligini, osoyishtaligini, kerak bo'lsa shu uyqusidan ham afzal bilib turgan yurtboshimizga, prezidentimizga rahmat. Bir qarsaklar chalib qo'ysanglar, haqiqatan ham tan olishimiz kerak. Yurtboshimizga alohida rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Biz madaniyat xodimlari sizlar uchun doim xizmatdamiz. Jamoamizga 36-sonli Amudaryo madaniyat markazi xodimlariga, ijodiy xodimlariga, texnik xodimlariga iltimos qilardim, bir chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar, shu konsert uchun ozgina yugurgan. Sher Media studiyasiga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Faiz dekor sahna dekoratsiyalariga rahmat, mana chiroyli qilib bezab berib turibdilar. Barcha xizmat qilib turganlarga rahmat. Ustoz salomat bo'ling. Choyko'l ovul fuqarolar yig'ini barchaga bugungi konsert muborak bo'lsin. Qudrat Matsapoyev, rahmat. Salomat bo'ling, omad tilaymiz. Bundan keyingi ishlaringizda ham omad yor bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Demak, konsert dasturimizni davom qildiramiz. Bu so'nggi mavzu Xorazm lazgisi ijro qilinadi. Albatta, ikkala ishtirokchi birgalikda. G'ayratchi Yangiboyev, keling. Sardorbek Masharipov, keling. Hozir birgalikda mana shu Xorazm lazgisini birga ijro qiladilar. Davraga tush. Qanot yozib misoli qush. O'ynaganlar bo'ladi xush Xorazmning lazgisiga. Bemalol lazga raqsga tushishingiz mumkin. G'ayratjon Yangiboyev, Sardorbek Masharipov, Xorazm lazgisi. Ey aman, ey aman, ey aman. Asilen bir navayan bir gesem yürüsarım, esirem aman. Garidarları, karıvları, karsız olmaz. Ey git başın aman bulsana, mal bular, malsız bulmaz. Hadi
boy boy Kara yüzü boy boy Kara yüzü gel bana Kara yüzü gel bana Hadi bir yapsana Oynamaz oynamaz Bağlara seri reva Eline bin reşkidir Gonca yürü tanrıkan Çok geçemezsen de Olsa yüzün nişan Ağlasın eyler kızım Kırpır bir hanıma Söyle bana ey güzel Kimde sever yarsın Kara yüzü boy 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 Kara yüzü boy boy Kara yüzü gel bana Kara yüzü gel bana Azat Bey. Sağ olun.
Hayot boshqacha o'ynar 70 yoshgacha. Yuragimni jo'shqirib qaldiradi boshacha. Joniga jon qo'shqusi, yetar alam qayg'usi. Dardinga dermon bo'lar Xorazmning lazgisi. Dardinga dermon bo'lar Xorazmning lazgisi. Ayız voy voy voy, qara yuz voy voy. Ayız yana mana hey qara yuz. Qara yuz voy voy, qara yuz voy voy. Qara yuz. Qara yuz voy voy, qara yuz voy voy. Qara yuz voy voy, qara yuz yana voy. Qara yuz yana voy. Rahman azza. Qarsak bo'lsin azizlar. Yana bir bora mana shu konsertni tashkil qilishda jonbozlik ko'rsatgan, mehnat qilgan Amudaryo tumani madaniyat bo'limi tasarrufidagi 36-sonli madaniyat markazi xodimlariga, ishchilariga, kasbdosh do'stlarimizga, ustozlarga hamda bugun sizga o'z ijodini taqdim qilayotgan G'ayratjon Yangiboyev, Sardorbek Mashariflarga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni izhor etamiz. Qarsak bo'lsin mana shu yulduzlar uchun, ijodkorlar uchun. Hamda ikkalasiga ham mana qo'l qanot bo'lib turgan ijodiy jamoasiga, sozanda yigitlarga, Xorazmdan kelgan mehmoni sozanda yigitlarga katta rahmat. Zo'r. Ustozimiz Zokir aka Fayzullayev, sizga rahmat ustoz. Hammasini mana boshida turib tayyorlab berdingiz, sizga rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Azizlar, biz yana bir bora Fayz Dekor mana shu Bahramjon ukamizga dekoratsiya uchun, chiroyli bir atmosfera uchun tashakkurimizni izhor etamiz. Hamda azizlar, bugungi mana shu konsert dasturimizni jonli efirda butun dunyoga taqdim qilayotgan She'r Media video studiyasiga ham katta rahmat. Shuning bilan Yulduzlar dueli konsert dasturimizga yakunlar ekanmiz. Ikkala ijodkorga ham ijodiy yutuqlar, yuksak parvozlar tilaymiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi konsert dasturimizning mehmonlari, hammangizga rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Elimizni yurtimizda mana shunday chiroyli kuy qo'shiqlar yangrab tursin. Hammangizga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.